Renault so'nggi yillarda ajoyib o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda va o'zining eng mashhur modellaridan ayrimlarini elektr davriga moslab qayta yaratmoqda. 2026 yilgi Renault Megane ana shu yo'ldagi eng qiziqarli namunalardan biridir. Renault elektrlashtirish va zamonaviy dizayn tomon dadil qadam tashlar ekan. 2026 Megane ixcham avtomobillar kelajagiga ishonch bilan qarayotgan, yanada pishiq va jasoratli model sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu yangilangan versiya e'tiborni tortish, model obro'sini qayta tiklash va haydovchilarga uslub, texnologiya hamda unumdorlikning mukammal uyg'unligini taklif qilishni maqsad qilgan. 2026 Megane'ni alohida qiladigan jihat Renault an'ana va innovatsiyani juda yaxshi muvozanatlashtirganidir. Avvallari sport ruhidagi, chaqqon boshqaruvga ega hatchback sifatida tanilgan Megane, ayniqsa ETH Elektrik talqinida, endi zamonaviy, samarali va dinamik crossover ko'rinishiga ega bo'ldi. Yangilangan modelning josus suratlarida tozalangan old qism, qayta ishlangan LED faralar va umumiy dizayn bilan uyg'unlashgan bamper ko'zga tashlanadi. Orqa qismi ham mayda, ammo sezilarli o'zgarishlarga ega. Bu yangilanishlar juda keskin bo'lmasa-da, avtomobilga zamonaviy qiyofa bag'ishlab, uni elektr avtomobillar bozoridagi raqobatchilardan ajratib turadi. Texnik tomondan ham Renault muhim yaxshilanishlar ustida ishlamoqda. Eng katta e'tibor batareya texnologiyasiga qaratilgan. 2026 Megane ETH Elektrik modeli Fransiyada ishlab chiqariladigan yangi ACE batareya bloklariga o'tishi kutilmoqda. Bu avvalgi Janubiy Koreya batareyalarini almashtiradi va samaradorlik hamda yurish masofasini oshirishi mumkin. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, avtomobil volt standarti bo'yicha bir zaryadda 500 kilometrdan ortiq masofani bosib o'ta oladi. Bu ko'rsatkich kundalik foydalanish va uzoq safarlar uchun katta ishonch beradi. Megane'ning ichki qismi ham e'tibordan chetda qolmagan. 2026 yilgi modelda salon texnologiyalari yangilanib, yanada ilg'or multimedia tizimi taqdim